Unda ham ajoyib tarzda beradi. Hayvonot olamini o'rgangan ulamolar aytadiki, bir qush bor ekan. U qush qornini to'yg'izadigan narsa dunyoning hech qayerida yo'q ekan. Dengizni, ko'llarni qirg'og'iga borib yurishar ekan. Dengizdagi, quruqlikdagi hayvonlardan yeb yutib bo'lgan timsohlar tishini orasiga go'sht kirib qolib, haligi tishini orasini qichitib, o'zlari azob tortib, qirg'oqqa chiqib, ko'zini yumib, og'zini ochib yotar ekan. Yopsa og'riydi og'zi. Og'riqqa chidamay og'zini ochib yotar ekan, haligi qush kelib, timsohning og'ziga kirib, tishini orasidagi go'shtlarni olib yeb, qorni to'yib uchib ketar ekan. Alloh taoloning chevarligini qarang. Vahshiy, ko'rgan narsasini yutadi.